Hurmatli ayollar, bilarmidinglar, sizlar ishlatadigan tozalash lattalari 40 yilgacha mikrofibra nilon lattalar bo'lsa 200 yildan 50 yilgacha parchalanishini bilarmidinglar? Bu sonlar meni juda ham hayratga solib qo'ydi va men buni chorasini qidirishga harakat qildim va topdim. Bu Pompi brendining antibakterial bir martalik ishlatiladigan sochiqlari. Bu sochiqlarning tarkibi 100% paxtadan iborat bo'lgani uchun tuproqqa tushishi bilan 70% gacha chiriydi. Lekin bu hali hammasi emas, nafaqat tozalash uchun, balki chaqaloqlarni, yosh bolalarni gigiyenasida va yuz parvarishlari uchun ham juda ham mos tushadigan sochiq ekan. Bu sochiqlarning razmeri ham juda ham katta ekan. Bitta donasini o'zida butun boshli xonamni changlarini artib chiqdim. Va to'g'ri musorga tashladim. Yana bitta narsani aytish esdan chiqib qopti. Sizlarda ham shu muammo bo'lsa kerak, lattalarni sasib qolishi degan muammodan ham qutularkansizlar. Men bu sochiqlar bilan patenzlarni ham tozalashni o'ylab qo'ydim. Bitta artasiz va tashlavorasiz, lattadan qirli qo'lingizga o'tib yurmaydi. Murojaat uchun pastda profil qoldiraman. Bu videoni O'zbekistondagi eng chiroyli ayollarga jo'natib qo'yinglar va like bosishim esdan chiqmasin.